Barchamizga ma'lumki, 2025-yilning noyabr-dekabr oylarida respublika miqyosida umumta'lim maktablarining 1-4 sinf o'quvchilari o'rtasida suvni asrab-avaylash, undan oqilona foydalanishni targ'ib qiluvchi eng yaxshi rasmlar tanlovi e'lon qilingan edi. Tanlov natijalariga ko'ra, respublika bo'ylab saralangan 20 nafar sovrindorlar orasida Navoiy viloyatidan ham 2 nafar iqtidorli o'quvchi munosib o'rinni egalladi. Ular Navoiy shahar 19-umumta'lim maktabining 1D sinf o'quvchisi Suyarqulov Shahnur hamda Zarafshon shahar 13-umumta'lim maktabining 3V sinf o'quvchisi Telmonova Aziza. Ushbu o'quvchilarning yosh bo'lishiga qaramasdan, suvni asrash g'oyasini ranglar orqali mazmunli ifoda etgani hakamlar tomonidan yuqori baholandi. Albatta, bunday iqtidorli o'quvchilarni biz ham e'tibordan chetda qoldirmaymiz. Zero suvni asrab-avaylashga bo'lgan mas'uliyat tuyg'usi aynan shu yoshda qaror topadi. Navoiy viloyati Navoiy shahridagi 19-maktabning 1D sinf o'quvchisi Shahnur Suyarqulov o'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati tomonidan ichimlik suvini asrab-avaylash, undan oqilona foydalanish va suvning hayotimizdagi o'rnini ifodalovchi eng chiroyli rasmlar tanlovida munosib ishtirok etganligi uchun uni faxriy yorliq bilan taqdirladim. Bu suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati raisi nomidan tabriklayman. Ishlaringga omad. Bugungi kunda maktabimizda 1950 nafar o'quvchi ta'lim-tarbiya olmoqda. Ularning orasida ko'plab iqtidorli va iste'dodli o'quvchilarimiz bor. Jumladan 1D sinf o'quvchisi Suyarqulov Shahnur o'zining iqtidori hamda iste'dodi bilan tengdoshlaridan ajralib turadi. U suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati tomonidan ichimlik suvini asrab-avaylash va undan oqilona foydalanish mavzusida o'tkazilgan respublika ko'rik tanlovida munosib ishtirok etib, sovrinni o'rinni egallaganligi biz uchun quvonarli holat bo'ldi. Albatta, biz bu kabi o'quvchilarimiz bilan faxrlanamiz. Navoiy suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati bilan hamkorlikda olib borilayotgan ishlarimiz albatta kelajakda natijasini ko'rsatadi. Suv hayot manbai. Uni asrab-avaylash har birimizning vazifamizdir. Bugun biz suvni asrasak, ertangi kunga munosib hissa qo'shgan bo'lamiz. Bizni bugun eshitib undan xursand bo'ldik. Fan olimpiadalarida qatnashgan, umuman maktabning faol o'quvchilaridan biri ekan. Buning uchun ustoziga ming rahmat aytamiz. Ota-onasiga ming rahmat aytamiz. Xudo xolasa kelajakda oliy ma'lumotli bo'lib, jamiyatimizga, yurtimizga manfaat beradigan eng yaxshi insonlardan biri bo'lishsin aka. Sizlarga katta rahmat. Mana bu aziz o'g'illarimiz suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati tomonidan ichimlik suvini asrab-avaylash, undan oqilona foydalanish va suvni hayotimizdan o'rnini ifodalovchi eng chiroyli rasmlar tanlovida munosib ishtirok etganligi uchun Aziza Telmonova suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati boshqa raisi tomonidan faxriy yorliq bilan taqdirlanadi. Katta rahmat sizlarga. Bugungi kunda dunyo miqyosida suv tanqisligi muammosi globallashib bormoqda. Ayni shu davrda eng qimmatli bebaho ne'matimiz bo'lgan suvni qadrini yana bir bor anglashimiz uchun ushbu tanlovni o'tkazilishi juda ham o'rinli bo'ldi. U suv ta'minoti aksiyadorligi jamiyati tomonidan ichimlik suvini asraylik mavzusida Zarafshon shahri 13-maktabdan 3V sinf o'quvchisi Telmonova Aziza tanlovda qatnashib, sovrinli o'rinni egalladi. Biz uchun bu juda ham yaxshi natija, chunki minglab rasmlar orasida Azizani chizgan rasmi ham o'rin olgani biz uchun juda ham quvonarli hol bo'ldi. Aziza har doim tanlovlarda qatnashib, boshqa tanlovlarda ham o'rinlar olgan. U juda ham
iqtidorli o'quvchi bundan keyin yana tanlovlar tashkil qilsa yana ham qatnashish niyatimiz bor.